Mana. E'tibor beramiz, suv uchmasligi uchun, rastvor suv bo'lib uchmasligi uchun chelak tayyorlangan alohida. Chelak qo'yilgan sababi bu yerga surtilgan atrofni yuvormaslik uchun. Ha. Mana. Hamma joyga bir xil taqsimlanadi. Mana. Aka bu bachokka hozir bitta qolipga yetadigan rastvor qoriladi, to'g'rimi? Ha. Ha, shu holatda hozir o'rab qo'yiladi. 2,5 soatda tayyor bo'ladi. 2,5 soatda tayyor bo'ladi. Bemalol 2 kishi, 3 kishi shu sohani yo'lga qo'yib, qolipni zakaz qilib, ana undan keyin biznesni boshlasa bo'ladi. Xo'p, aziz obunachilar, mana e'tibor beramiz. Taxminan qancha vaqt o'tdi hozir endi oradan? 20 minutlar o'tdi. Gazoblogimiz ko'tardi o'zi. Mana. Xullas gazoblog quyilganiga 20 minut bo'ldi. Usti yopib qo'yildi. Ko'rib turibsizlar mana. Yarim edi. Qolibi bilan yarim edi. O'sha mana ko'tarib. Akamiz 20 talik qolipga zakaz bergan. 20 talik qolip, avtomat reska, mishalkalari, 2 tonnalik suv bachak, 100 litrlik suv bachak. Hamma yo'q komplektlar bilan olib kelib o'rnatildi. Mana bu yerda qoliplar hozir yig'ilish jarayonida. Qoliplarni yig'ib beryapmiz. Yig'ib beryapmiz hozir. Bu tomonga tayyor bo'lgan tahlayapmiz hozir. Hop, bitta qolipimizdan hop 12 ta g'ish chiqadi bitta qolipdan. 12 ta g'ish chiqadi. 12 ta g'ish chiqadi. Tomoshabinlarga tushuntirib o'tamiz. Bitta qolipga 100 litr suv ketadi. Suvni ham avtomatik tashlab beradi o'zi tepadan bachok. 100 litr suv, 110 kg qum tashlanadi. 110 kg qumga 120 kg semen ketadi. Ki o'zini 2-3 ta qo'shadigan detallari bor, ha. Mahsulotlari bor, ha. Xo'p, quydik. Quygandan keyin 2 soat davomida ishadi. Saraqamni olib qo'yiladi. 2 soat davomida ishadi. Bittasidan 12 ta g'ish chiqadi. Ko'pchilik xalqimiz penablogni o'rgandi. Ana endi esa gazoblogga yetib keldi. Barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini O'tkirbek. Aziz obunachilar, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahriga biza namanganlik usta akalarimiz, Namangan viloyati Uchqo'rg'on shaharchasi Qo'g'ay qishlog'idan akalarimiz gazoblog apparatlarini, qoliplarni yasab keltirib Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahriga o'rnatib beryaptilar. Obunachimizni, mijozimizni xonadonlariga xudo xolasa tadbirkorlik qilaman deb akamiz shu gazoblog uskunalarini sotib oldilar. Xudo xolasa ishlari bardavom bo'lsin. Ko'rib turibsizlar, gazoblog hozir mana shu yerga ishlab chiqariladi. Mutaxassislarimiz hozir o'rnatib, jarayon ketyapti. Sizlarga ham bir ko'rsatib o'tamiz. Gazoblog uskunalarini sotib olmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun ekranda telefon raqamlari bo'ladi. Namanganlik ustalarimizni bemalol O'zbekistonning 12 ta viloyatiga bemalol gazoblog, penablog apparatlarini yasab, dastavka qilib, ketirib, o'rnatib, bitta ikkita qolib ishlatib ko'rsatib bera oladilar. Xullas, mana shunaqangi imkoniyat. Tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga bizdan taklif. Musofirdagi akalarimiz ham O'zbekistonga borib, nima ish qilsam bo'ladi, nima biznes qilsam bo'ladi deganlar uchun zo'r imkoniyat. Kelajagi bor bo'lgan biznes gazoblog uskunalarini sotib olib, gazoblog ishlab chiqarish. Xudo xolasa tug'ilish bor ekanki, qurilish sohasiga ehtiyojimiz tug'ilaveradi. Shu uchun qurilish sohasiga kelajagi bor bo'lgan bu gazobloglarimizni hammamizga taklif qilaman. Xudo xolasa gazoblog uskunalarini sotib olib siz o'z biznesingizni yaratishingiz mumkin. Bizdan taklif, sizdan esa qaror qabul qilish. Gazoblog uskunalarimizni hozir sizlarga qanday ishlash tartiblari, qanday uskuna o'rnatilyapti, hammasi haqida to'liq sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Qani biz videoni boshladik. Xo'p, aziz obunachilar, e'tibor beramiz. Gazoblog uskunalarimiz ko'rib turibsizlar, hammasi avtomatlashgan. Gazoblog uskunasini sotib olib siz og'ir yuk ko'tarmaysiz, qoliplarni qo'lma-qo'l ko'tarmaysiz. Hammasi relslar orqali yuradigan qoliplarimiz tayyor holatga keltirib, o'rnatib beriladi azizlar. Ishga tayyor qilib, ishlatib, ko'rsatib beriladi. Xudo xolasa kelajagi bor bo'lgan bu biznes qurilish sohasi menimcha deyman tug'ilish bor ekanki hech qachon modadan qolmaydi va urfdan chiqmaydi azizlar. Xudo xolasa ko'pchilik gazoblogga
qiziqyapti va ko'pchilik ko'p qavatli domlarni, bir qavatli uylarni hammasini gazoblok bilan terishni yo'lga qo'yishyapti. Sababki issig'ini, sovuqni o'tkarmaydi. Yomg'irdan, suvdan qo'rqmaydi. Bemalol gazoblokka ham meh urib ko'rsangiz bo'ladi azizlar. Hozir sizlarga mana ko'rib turibsizlar, uskunalar уже o'rnatildi. Ana endi hozir xudo xolasa bir boshidan ishlash tartibini tushuntirib o'tamiz va bir ikkita qolipga quyib ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi degan umiddaman akalar. Bemalol bittadan like tugmasini bossangiz, xudo xolasa nima deydi? Niyat qilganlar bo'lsa, ilohim niyatga yetsin. Shunaqangi biznesni yo'lga qo'yib, o'zimiz ona yurtimizga tadbirkor bo'lishingiz mumkin. Bittagina Cobaltni yoki bitta Gentrani puliga mana shunday siz tadbirkor bo'lasiz. Bu sizga olgan uskunalaringiz sizga xudo xolasa uzoq yillar xizmat qilib beradi va pul topib beradi. Sizni o'zingizni biznesingiz bo'ladi. Bemalol tadbirkor bo'lasiz, qo'l ostingizga xohlasangiz ishchi ishlatasiz, xohlasangiz esa o'zingiz oilaviy ishlasangiz bo'ladi azizlar. Ko'rib turibsizlar, hammasi relislashgan. Umuman qoliplarimiz katta, lekin siz qolipni ko'tarib yurmaysiz. Hammasi relis orqali roliklar qo'yilgan, o'zi yurib ketaveradi. Xo'p, ana endi bizga mutaxassislarimiz chiroyli qilib ma'lumot beradilar. Qanday ishlash tartiblari hammasi haqida bizga chiroyli qilib ma'lumot beradilar. Assalomu alaykum akajon. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Xo'p. Hozir biz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida yana bir liniyani bitirib topshirish arafasidamiz. Aha. Akamiz 20 talik qolipga zakaz bergan. 20 talik qolip, avtomat reska, mishalkalari, 2 tonnalik suv bachak, 100 litrlik suv bachak. Hamma yo'q komplektlar bilan olib kelib o'rnatildi. Mana bu yerda qoliplar hozir yig'ilish jarayonida. Qoliplarni yig'ib beryapmiz. Yig'ib beryapmiz hozir. Bu tomonga tayyor bo'lgan tashlayapmiz hozir. Hop, bitta qolipimizdan hop 12 ta g'ish chiqadi bitta qolipdan. 12 ta g'ish chiqadi. 12 ta g'ish chiqadi. Aka, men hozir videoni boshida aytib o'tdim, hammasi avtomatlashgan ekan deb. Shu akalarimiz masalan quyish jarayonida qolipni qo'lda ko'tarmas ekan. Yo'q, qo'lda ko'tarmaydi. Hammasi relis qilingan, relisda yurib keladi. Umuman og'irligi yo'q. Tayyor bo'lgan quyilgan g'ishlarni bu tomonga tashlanadi. Qarang, qolip bu tomondan keladi aka. Keladi. Bayda quyish jarayoni bo'ladi. Bu yerdan quyiladi. Quyilgan qoliplar bu tomonga tashlanadi. Aha. Tashlangandan keyin 2 soatdan keyin qoliplar yechilib, reskan tagiga borib kesilish jarayoni boshlanadi. Kesilgan g'ishlar u tomondagi liniyadan o'tib turib, narigi liniyaga o'tadi. O'tgandan keyin bu yerga kelib, bu yerdan g'ish olish jarayonlari bo'ladi. Yana pustoy qoliplar baqa kelib, yana qolip tegib, xullas shu tarzda aylanaveradi. 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 Ish ko'tarib, qolip u yoqqa olib, bu yoqqa olib, unaqa narsa ish kuchidan muammo yo'q. Xullas og'ir mehnat qilinmaydi. Yo'q, og'ir mehnat qilinmaydi. Hammasi avtomatlashgan, hammasi relisda. Relisda. Bir yitalasak bo'ldi, mana shunda mana qolipni. Surib yurilsa bo'ldi. Surib yurilsa bo'ldi haqiqatda. Xo'p. Bu ham endi hozir o'zlaringiz tayyorlab berdingizlarmi bu liniyani ham? Liniya bitta hozir xullas. Qoliplarimizni yig'amiz. Birozdan so'ng quyish jarayonlarini ham ko'rsatamiz hozir. Hozir bitta qolip keladigan bo'lsa, bitta qolipdan tomoshabinlarga tushuntirib o'tamiz. Bitta qolipga 100 litr suv ketadi. Suvni ham avtomatik tashlab beradi o'zi tepadan bachok. 100 litr suv, 110 kg qum tashlanadi. 110 kg qumga 120 kg semen ketadi. Keyin o'zini 2-3 ta qo'shadigan detallari bor, mahsulotlari bor, Qo'yib, quydik. Quygandan keyin 2 soat davomida ishadi. Saraqamlar olib qo'yiladi. 2 soatdan davomida ishadi. Bittasidan 12 ta g'ish chiqadi. Qo'yib, balandligi aka, uzunligi, balandligi necha bo'ladi? Xo'p, buni g'ishimizning uzunligi 60 cm, 60 ga 30, 20 cm bo'ladi. Qalinligi. 60 ga 30, 20 bo'ladi. Bu devor uchun. Standart azmi, devor uchun. Pergorodka uchun ham aka qoliplarimiz bormi? U tomonda avtomatlashtirilgan reskamiz bor. Xo'p. 6-7 xil razmeri bor. 12, 13, 7, 8 klientchini zakasiga qarab kesib chiqarib berilaveradi. Xullas shu gazoblok va penablok apparatlarini mana bunday liniyalarni bemalol aka Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qo'g'ay qishlog'iga yasab
O'zbekistonning 12 ta viloyatiga aka dastavka qilib, keltirib mana o'rnatib bera olasizlar.